komplekslaringiz bormi, yeslida ayta olasizmi? Yo, juda ham o'zimdan mamnunman. Maktab paytida ko'p kompleksim bo'lardi. Alhamdulillah hech nima qildirmagan ekanman. Hozir rosa xursandman bo'lardim. Chunki bu juda ham opasniy narsa. Men juda ham doktorlardan qo'rqaman. Ayniqsa mana shu xirurg, kosmetologlardan juda ham qo'rqaman, chunki internetda ko'p ko'raman, hayotda ham ko'p ko'rdim. Qizlar labini qildiradi, qanaqadir deformirованный bo'lib ketadi, u keyin yuradimi, suradimi, migrirovat qiladi, xullas. Ketidan 10 ta kosmetologga borib to'g'irlatib olmay yurgan qizlarni ko'rdim. Rinoplastika qildirib, neudachni qilib, burnini qiyshaytirib qo'ygan, yoki nafas ololmay ketidan yana 4-5 marta rinoplastika qildirgan qizlarni ko'rdim. Badanni korreksiya qildirtirishadi, gialuronka nimadirlar qilib ishirib, to'g'irlab. Internetda yaqinda bitta qizni ko'rdim, orqasini ishirtirgan ekan, ya'ni kattalashtirgan. Hozir oyog'idan yiring nimadir oq yotibdi. Sog'lig'i bilan juda ham seryozni problemalari bor. Shuning uchun o'ylaymanki, odam ko'proq o'zini qabul qilishga harakat qilish kerak, samotsenkasini ustida ishlash kerak, tashqi ko'rinishga emas, ichki ощущениялariga, ayol kishi bo'lsa, женский energetikasini oshirishga intilish kerak, chunki hozir hamma doktorlar ham образованияsi bo'lib operировать qilib kosmetolog bo'vermaydi. Hozir yolg'onda kasb sertifikati qilib olib, nomiga qayerdadir kursda o'qib chiqib, 8-10 yillik opitim bor deb aldab yozib qo'ygan doktorlar mashincha emas, mashincha. Odamning sog'lig'i bilan hazillash bo'lmaydi. Juda ham ehtiyot bo'linglar. Boshinglardagi tarakalarni deb invalid bo'lib qolmanglar.